Assalomu alaykum. Bugun 21-avgust. Baner sortimiz pishdi. 1-2 kun oldin bitta yonidagi sherigini olib yeb ko'rdim. Bunisini yana ham yaxshiroq pishishini kutib qoldirgan edim. Yana ham yumshoqroq bo'lishi uchun. Nihoyat yumshabdi. Ozgina yo'llari bilinyapti. Lekin shu rangi to'qlashi buncha aniq bilinmaydigan bo'lib ketadi baribir. Xo'p, terisi o'rtacha, bunaqa hali bilinib shiladigan darajada emas. O'rtacha. Hozir buni ochib ko'ramiz ichini. Asallari chiqib turibdi ichidan. O'sha anjir. Buni bir yeb ko'ramiz. Bittasini yeb ko'rdim. Mazasi juda ham zo'r. Xo'p, urug'lari bor, lekin juda unaqa oshiqcha sezilmaydi. Ayniqsa bizda misol uchun sariq O'zbekistonda ko'p yetishtiriladigan sariq sort bilan solishtirsa, unchalik bilinmaydi urug'larini borligi. Xo'p, mazasi o'sha yagidniy deyiladigan ta'mlardan. Hali medoviy sortlar bor misol uchun. Yagidniy ta'mli sortlar bor. Bu degani aynan qanaqadir bir yagidani, ya'ni malinami, qulupnoymi, boshqa narsanimi ta'mi keladi degani emas, lekin medoviylardan farqli, ozroq boshqacharoq bo'ladi ta'mi. Medoviylar juda ham oshiqcha o'tkir, shirin bo'ladi, tomoqda oladigan darajada bo'ladi. Bular ham rosa ham shirin bo'ladi, lekin hali tomoqda olib medaga tegadigan darajada emas. Va ozgina qanaqadir nordonli emas u, qanaqadir bir boshqacharoq bo'ladi. Lekin baribir o'sha anjirda ta'mi, qo'yiqligi ham juda ham yaxshi. Terisini aytdim, terisi sal qattiqroq. Ya'ni bu o'sha bozorga olib chiqilsa ham, bozorda ham ancha-muncha yaxshi turadi menimcha. Boshqa sortlarga, bizning sortlarga nisbatan yaxshiroq tursa kerak.